Mang'it shahri O'zbegim bilan Leonning o'rtasidan kirib kelganimizda, o'ng qo'limizda 3-ko'chada mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizning batafsil ma'lumotlarini video davomida aytib o'tamiz. Undan oldin siz bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Bizlar botomizda videoni davom ettiramiz. Hamma yaxshi kayfiyat tilagan holatda videoni oxirigacha ko'ring. O'zbegim to'yxonasining orqasida 3-ko'chada mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 4 sotikdan iborat, polniy podkolch holatida. Absolut hech kim yashamagan, hamma narsa suvlanib, tayyor holatida turibdi. Bo'rimizga gaz, suv, svetlari hamma narsa suvlangan, dokumentlar 100% tayyor. To'g'ri atomizga o'tadi. Bo'lmasa kreditga chiqartirib asoslar ham bo'ladi mana shu uyimizda. Xo'p, bo'rimiz endi ko'rsatib bo'ladi, travintini hamma narsasi ishlanilgan, hattoki tunikafonlari hamma narsasi qilingan. Bu yerda pazarning xuddi sizga qaraydi, sizning orqa hovlingizga o'tib ketadi. Endi botomizda bir qator uyimizning ishlarini ko'ramiz. Uyimizning ishlarini ko'rmasdan oldin kimki niyat qilgan bo'lsa, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qizartirib ketamiz. Mana shu o'rimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimiz mana kirgan yerimizdagi hol, ya'ni dalon desak ham bo'ladi. Mana shu holatida hamma yer absolut aboylangan 100%. Tayyor holatida ko'rsatib bo'ladi, notajniy patologlar, lyustralar hamma narsasi chiroyli etib qo'yilgan. O'zbek xalqi mashinavanda xalq bo'lganligi sababli mehmonxonani ham katta qilish kerak bo'ladi. Bo'rimizga manaki ko'rsatib bo'ladi, chiroyli qilib zal tushirilgan. Bo'rimizga 12 lik stol kursi qo'yilsa, moshni qatib ketadigan mehmonxona bo'ladi. Nasib bo'lsa, jalizolar hamma narsasi qilingan, ataptenlar 100% tayyor holatida, hammasi noldan qilingan. Ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimizni aytib o'tib ketishimiz kerak. Rakovinalar uchun joy qoldirilgan, hamma santexnika ishlari bajarilgan. Bo'rimiz bir kichkina koridor ko'rsatib bo'ladi. Bo'rimizdan yana bir xonamiz joy egallagan, mana ko'rsatib bo'ladi. Moshni qilib, sochni qilib, aboylardan talab, notojnilardan chotki qilgan ekan. Shu oyimizni bu yerga ko'chirib berganda moshni bo'lgan ekan. Ko'rsatib bo'ladi manaki, jaluzlar hamma narsasi qilingan, eshiklardan yaxshi eshiklardan qo'yilgan, top-toza uyimiz edi, hech kim yashamagan. Bu yerimiz mana shunday holatida. Bo'rimizga ozgina gaz bilan xudo xolasa qishda o'tday bo'ladi bo'rimiz. Bo'rimiz ham bir kattagina zal hisobida. Endi botomizda bu yerimizda kuxnya banyalari bilan tanishtiramiz, orqa taraflarini bir qator ko'ramiz. Santexnika hammasi ataplenlar chotki qilingan, moshni qilingan. Bu yerimiz botomizda kuxnya hisobida. Bo'rimizga endi o'zingizga moslab kuxnya mebellar hamma narsasini qo'ysangizlar bo'ladi. Bo'rimizga rakovinalar uchun joy tashab ketilgan. Bu yerimiz banyasi ko'rsatib bo'ladi. Banyasini ham moshni qilib, standartlarga javob beradigan qilingan. Endi botomizda arqa tarafini bir qator ko'ramiz. Bu yerimiz botomizda arqa tarafida chiqishimizda naveslar qilingan, shu anda tayyor holatida. Polni aylantirib stoyashga bordyurlar qilingan bo'rimizga, moshni qilib arqa tarafi. Bu yerimizda pajarning xod bag'ini aytib o'tib ketganimizda, bo'rimizda to'g'ri sizlarga hisoblanadi. Bu yerimizda kotelxonasi, bu yerimizda tualetlari joylashgan. Mana shu o'rimiz yashil zona qilib qoldirilgan. Uyimiz ham moshni holatida. Endi bo'rlarimizga bir naveslar qilib, uyda o'tiradigan, bo'rda o'tiradigan qilib, moshni qilib ishlaversa, moshni, sochni bo'ladi bu uyimiz. Xo'p, endi botomizda narxlarini bir qator tanishtirib o'taman. Bizning narxlarni aytishdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bo'rimizning umumiy maydoni 4 sotikdan iborat, polniy podkolch holatida, tayyor holatida ketib yashayverasizlar. Bo'rimiz to'g'ri kreditgadan chiqadi. Ya bo'lmasa naqd pulga to'g'ri atizga o'tirsizlar ham bo'ladi. Dokument hamma narsasi gaz, suv, svet hamma narsasi ulangan, hech narsadan muammosi yo'q. Xo'p, bo'rimizning narxi botomizda narxini 460 million so'm aytib yana aytib tartib kelishadiganlar bor. O'zlarini telefon qilib bog'lanib, baraka qilsa bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it Makler kanali.